Oyiga 1.7 million to'lab shaharning qoq markazidan uy oling. Demak, hozirgi manzilimiz Termiz shahar Yashil dunyoda bo'lib turibdi. 26-maktab ko'rib turganingizni boya ko'rsatib o'tib ketdik. O'shaning orqasida yangi qurilgan 5 qavatli uylarning 4-etajda. Eng asosiysi g'ishli uylar. 4-etajda umumiy maydoni 63 kvadrat bo'lgan tayyor uyimiz sotuvda. Shoshilamiz, tezda tarqatamiz, do'stlarga pozitsiya qilamiz, like tugmachasini gumurasi bosib qo'yamiz. Har doim bunday arzon uylarda qulaylar chiqaravermaymiz, aziz obunachilar, bilasizlar. Demak, hozir koridor turibmiz. To'g'ri keladigan bo'lsak, sanozel, ya'ni vanna o'ng qo'limizda, spalni joylashgan. Ko'rib turganingizdek, shamolda o'zi aytadi, skloznoyni pardalarni uchirib ketadi deyapti, sal qolmasa. Demak, skloznoy kvartira umuman konsdisioner shart emas. Demak, televizor bor. Aytgancha narsalar olib chiqib ketiladi. Demak, sizlarga quruvchi qanday topshirgan bo'lsa, o'sha holatda topshiriladi. Bu tarafi esa maktabga qaragan taraf. Ya'ni o'g'lingizni, qizingizni, farzandingizni maktabdan o'z nazoratim ostida qarab turaman desangiz, aynan shu kvartira siz uchun, aziz obunachilar. Ko'rib turganingizdek, qarshimizda domlardan keyin Yashil dunyo majmuasi, umuman davlat markazlari, lokatsiyaga umuman gap bo'lishi mumkin emas, aziz obunachilar. Koridordan kelishimizda chap qo'limizda aytib o'tganingizdek sanozel, ya'ni dushovoy. Eng asosiysi, aziz obunachilar, ikkalasi alohida-da. Ikkalasi alohidaligi asosiysi. Bu yerda kommunalniyalar bilgan bo'ladi. Gaz, suvdan, svetdan aslan muammo yo'q, aziz obunachilar. Uyni narxini aytib o'tamiz. Uyni narxi boshlang'ich 190 million so'm deb baholandi. 63 kvadrat, 2 xonalik. Mana oshxonasi bilan tanishib turamiz. Ko'hna mana skloznoy dedik. 190 million so'm kelishadigan joylari bor. Bankda 288 million qarzi bor. Hozirgi paytda 1.7 dan chiqyapti. O'sha pulni kvartiraga ham berib turyapmiz-da hozirgi paytda. Kvartira ham 2 million oshib ketgan. Bemalol mana shu summani berib, kreditni davom ettirib ketsangiz bo'ladi. Chap qo'limizda esa dushovoy joylashgan. Siz bilan makler Shahzod bo'ldi. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Keyingi qaynoq uylar ko'rishguncha xayr.